Do'stlar, bir quloq solinglar. Bu kimning nolasi? Kimning nolasi eshitilyapti do'stlar? Bu videoni ko'rib turib, shunday o'tkazib yuborishligimiz bu to'g'ri kelmaydi do'stlar. Ozgina sabr qilaylik dunyoda. Ozgina sabr qilsak Robbil Izzatning huzuriga borganda Alloh jalla alo muborak bo'lsin deydi. Haniyama bima sabartum udkhuluha bima sabartum udkhulul jannata bima sabartum haniyama uqbador deydi. Xudo Qur'onda aytib turibdi. Kiring endi mana jannatga. Kirina bu kirishingda sabr tufaylidan kirasizlar. Dunyoda sabr qildingmi? Mana endi sizlarga jannat deydiganga ozgina sabr qilaylik. Alloh hammamizga sabr bersin. Assalomu alaykum. Mana shu lopotgan ushab, siqilib, eski uylarimga qarab o'tirsam, shu bolam kirib keldi. Nima ham derdim. Mana otamdan qo'ygan, onamdan qo'ygan uylarim hammasi kuyib bo'ldi. Qo'limizda lopatka bilan shu hech narsa yo'q. Yerda yer bilan quruq yerda qoldik. Bolalarim hammamiz ko'chadamiz. Kelinlarimiz otasini uyida, o'zimiz ko'chada, buni uyida, singillarim uyida yotib yuribmiz. Endi ertaga kuz keladi. Bu uylarda qandoq qilib qurib olaman ekan deb siqilib o'tiribmiz. Shu uylarimizni qachon bitirib, qachon bu qurib qishgacha kirib olarmikanmiz yo shu yerlarda qolib ketarmikanmiz deb o'tiribmiz siqilib. Kechasi 12:30da shu o't ketib qoldi. Singlim dod deb yugurib chiqdi. Chiqsam hamma yonyapti. Dod bor yotqildik. Rahmat qo'shnilar ham yugurib keldi. Hammamiz yordam qildi. Eplab o'chirolmay qoldik. Mana xalqim hammasi mana yordam beryapti. Lekin mana ikki xo'jalik singlim bilan yashardik. Shu endi qanaqa qilib qutkizib olamiz deb boshimiz qatib, siqilib qiylanyapmiz. Ertaga qish keladi, kelinlar ko'chada. Ota-onasinikida 10 kishi yashardi singlim bilan shu yerda. Nevaralarimni bag'rimga bosib, bola chaqalarim bilan opa-singil hammamiz bitta dasturxonda shu yerlarda ibodatlar qilib, shu yerlarda yashar edik. Choylar ichib, birga suhbatlashib o'tirardik. Mana endi bo'lsa hammamiz har qayerdamiz. Nevaralarimiz sog' bo'lsa ham bag'rimizga bosa olmaymiz. Hammamiz har qayerda qoldik. Allohning bergan sinovlariga shukrlar bo'lsin. Sabr qilmoqdan boshqa ilojimiz yo'q. Alloh o'zi bularga sabr bersin. Osonligini bersin. Esalomon bu yongan uylarini, o'rnlarini to'ldirib olsin. Men o'zim anchadan beri bunaqa videolar chiqarmay qo'ydim. O'zi chiqarmaganimga ham xursandman, chunki bunaqa hodisalar bo'lmasin iloyim. Mana shu yerda bir birodarimiz bir musibat chekayotsa, biz maza qilib issiqqina nonni yeb o'tirishlik ham bu bizga ham to'g'ri kelmaydi do'stlarim. To'g'rimi? 4ta 5ta xonani qilib berib qo'yishlik bu ko'pchilik uchun hech narsa emas. Ayniqsa ehson qilaman degan do'stlarimiz uchun. Musofirlarda yuribsizlar, mana WhatsApplardan ko'ryapsizlar, hozir shu videolarni mana Telegramdan ko'rasizlarmi, Instagramlardan ko'ryapsizlarmi? Bitta o'zingizlarla ko'rib qo'ymasdan do'stlar shu narsani, agar ehson qilishlikka imkoninglar bo'lmasa, shu videoda tarqatib ehson qilaman degan bir do'stinglar bo'ladimi? To'g'rimi do'stlarim? Bu ehson qilishlik uchun boy bo'lishlik shart emas ekan. To'g'rimi? 1 so'm bo'lsa ham bera olinglar, 10 so'm bo'lsa ham bera olinglar do'stlarim. Barakasini bersin. Xudoyim o'zi u yoqqa borganimizda ajri bilan beradi do'stlar. Bu kunlar ham o'tib ketadi do'stlarim. Kelinglar. Qorlar yog'masdan, o'sha hozirgi kunlarda odamlar o'sha bilasizlar-a, qishda o'ylashadi, ko'mir olaylik, ertaroq deyshadi arzonligida. Ertaga bir pasda 1-2 oy o'tadi, yomg'irlar yog'ishga boshlaydi o'sha.
unda уже bir stroga qilishni ham iloji bo'lmaydi. Qor yog'ib qo'ysa do'stlarim, уже bu holatda endi birovni uyga hozir kelish degan 3 kun mehmon bo'lasiz o'zi. Bu yog'iga endi keyin do'stlarim to'g'ri kelmaydi. Shunga kelinlar o'zlarining uyi bo'lsin, tezroq nevaralarini, kelinlarini olib kelib, o'zini uyiga kirib olsin qadrdonlarim. Ushbu opamizni, ya'ni bu opamni o'zini opasini M-bank nomerini aytaman, yozinglar. 0553 bilan 54 53 54. Qaytaraman, 0553 bilan 54 53 54. Opa nima deb chiqadi? Sharafat A. Sharafat A deb chiqadi ekan. Bu opami o'zini M-bank nomeri. Bunga qilsanglar ham bo'laveradi va bu opami o'zini ham sizda ham bormi M-bank? Bu opani M-bankini aytamiz. Necha M-bankingiz? 0558 02 02 34. Nima deb chiqadi? Sadbarxon N. Sadbarxon N deb chiqar ekan. Do'stlar, va Sberbank ham aytib qo'yamiz. Bu narsa kerak bo'ladi, ya'ni mana shu nomerlari. Senimiki u. Yozinglar. +7 904 631 16 29. Mavluda K deb chiqar ekan. Bu Sberbankimiz bo'ladi. Ehsonni kelib beraman deganlar ham bo'ladi. Ko'rib, o'z ko'zimiz bilan bilan gaplashib, suhbatlashib. Shunga adresimiz qanaqa? Bizniki shu Shaytevadan kelayotganda, mana bu hozir односторонний yo'l bo'lib qolgan, Do'stlik tarafdan mashinada kelgan bo'lsa, Do'stlik tarafdan kelayotganda Kurmajon Datxo kafesi bor. Kurmajon Datxo kafesidan bir 100-150 metr o'tganda Kiyevskaya 66B ko'chamiz, uyimiz adresi bizniki tupik tol ko'chaning ichida. Shu yoqqa kelib turib, so'rasanglar ham hamma hozir o'sha bildi. To'g'ri shu yoqqa olib kelib qo'yishadi do'stlarim. Bizga kimki yordam qilgan bo'lsa, hamma niyat maqsadinglarga yetinglar. Bu dunyoga hammanglarga jannatga sag'ira bo'lsin. Alloh 8 eshigidan ochib bersin. Kim bizga ihson qilgan bo'lsa, ihson bo'yin do'stlarimizni